O'g'lim 12 yosh. Adasi bilan qo'limizdan kelgancha yaxshi maktabga berganmiz. Yaxshi kiyintiramiz, zo'r kiyintiramiz, hamma narsasini qilib beramiz. O'qishlari ham yomon emas, yaxshi. Lekin bilasizmi, umuman почти gaplashmaymiz. Nima bo'lyapti, nima qo'yyapti deb gapiraman, ha, yaxshi, все deydi, ertalab ketadi, kech payt keladi, telefonda o'tiradi, darsini qiladi, uxlaydi. Bilasizmi, siz bolaga faqat sharoit qilib bergansiz, lekin vaqt ajratmagansiz. Misol uchun, hamma xohishlarini, ehtiyojlarini qilib qo'ygansiz, lekin unga vaqt bermagansiz. Bolaga faqat sharoit emas, unga ajratilgan vaqt kerak. Bola 10 yildan keyin, 20 yildan keyin bola sizni mana qilib qo'ygan komfortli sharoitlaringiz emas, u bilan o'tkazgan vaqtingizni eslaydi. Unga faqat vaqt kerak. U bilan gaplashing, vaqtingizni o'tkazing birga. Bir kuni 1 soat albatta bolangiz bilan gaplashing. Parklarga borganimiz eslaymiz yoshlikda, birga o'tirib rasmlar chizgan yoki ovqat ustida, dasturxon ustida birga gaplashilgan suhbatlar eslanadi. Boshqani siz zo'r kiyinganingiz yoki hammadan yaxshi maktabga borganingiz emas. Bola faqat mehr, unga ajratilgan vaqtni eslaydi. Bolangizga mehr bering. Albatta bir kunda 1 soat bo'lsa ham bolangiz bilan gaplashing. Siz ham, turmush o'rtog'ingiz ham. Ana o'shanda bolangiz siz bilan o'zi kelib gaplashishni xohlaydi, o'zi ochiladi. Unga bugun nima yoqmadi, kim xafa qildi, nima yoqmadi, hammasini o'zi kelib aytadi. Eng yaqin o'rtog'iga aylanasiz.